xo'jaligimda eksotik ochiqcha yerim bor edi. Shunga nima qilishni rosa o'yladim, bosh qotirdim, ko'p variantlarni qildim. Keyin unisidan maslahat so'rab, shu yejevikani olib kelib ekishga qaror qildim. Bu Italiya malinani ularda yejavika derkan, bizda malina o'zbekchasiga o'sha ko'pchilik tavsiyasiga asosan serhosil, tikon yo'q deganligi uchun shu novda shu yerdan olib keltirib, mana 50 tup olib kelgan edim. Mana buni yilda yonidan yana panjalab ham chiqaverar ekan. Yilda chiqaveradi. Keyin buni ko'paytirish usullari qalamcha usuli yoki ana novdani o'zini to'g'ridan to'g'ri tiqib qo'yish usullarida mana shunaqa qilib men hozir novdani suqib qo'yish usulida mana shunday ko'chatlarni yetishtirdim. Mana novda mana shu uni tupi u tomonda mana 3 kelgan, 3'ini ilgari men yerga suqib qo'yib, mana bunday suqib qo'yib qilib, keyin buni mana vegetatsiya kuchli bo'lgan davrda 20 kundan keyin bu yerda bargi bo'ladi, qirqib qo'yib, bir oy turgandan keyin unaqa paketlarga olib o'tkazardim. Endi hozir havo sovib qolganligi uchun to'g'ridan to'g'ri mana paketlarga o'tkazyapman. Bular endi bahorda mana bu yerdan qirqiladi, mana bu yerdan yangi bak chiqarib, buni ildiz chiqarib, bu o'zi mustaqil bo'ladi. Shuni olib borib bemalol ekilaveradi. Mana hozir men o'zim 50 tupdan hozir bu tupi yonidan yana panjalab shunaqa ko'payib ketgan. Buni hozir tupini sanashda imkoniyat yo'q. Shunaqa ko'payib ketdi. Endi men qalamchalardan ko'paytiryapman. Hozir maqsadim shuni ommalashtirish. Chunki bu mana zax yerga ham qanday nima bo'lsa, haligi noqulay joylarga ham suv bilan mehnati bo'lsa bo'laveradigan, yetishtirsa bo'laveradigan. Buni terishini qulayligini ayting. Mana shunda endi sizlarga nimada ko'rinmayotgandir. Mana uzumga o'xshab xuddi mana shunday bo'lib panja bo'ladi. Mevasini shunday paqirda qo'yib, shunday qilsangiz o'zi tushib ketaveradi. Pishgani shu 10 ta bo'lsa, 10 tadan 3 ta pishgan bo'lsa, 3 tasini shunday qilsangiz 3 tasi pishaveradi. Qolgani turaveradi. Keyingi terimga teraveradi. Bu xuddi uzum tokni o'zi ekan. Bu men oddiygina ish joyim. Hech yoqqa tentirayman. Sizlar ham qilinglar. O'sha mana shundan chiqqan daromad sizni xo'jaligingizni boqib yetishtiradi. Endi xudo xolasa mana shu ko'chatlarni sotib, o'zimda daromadimni ko'paytirish hamda qolganlarga ham shuni tavsiya qilaman. Kesin men qo'limdan kelgancha mana men shuncha joyda qiynalib yurib, qancha odam bilan maslahatlashib yurib, ko'pni maslahati asosida shu narsani qildim. Mendan kelib o'rgansin, men olgan narximdan arzon qilib shularga beraman, shu yerda atrofda ko'paytirsa, men shundan xursand bo'laman.